Yo eqqa, yo beqqa, ma beqqa qaramaysan-ki. Assalomu alaykum. Bugun milliy sertifikat imtihonida birinchi meni tushgan integralga doir misolni ko'ramiz. Demak, integral ostida modulda sinus x ni hisoblash berilgan. Biz modulni ochib olishimiz kerak. Moduldan chiqarish uchun sinus x ni ishoralarga qaraymiz. Sinus x birinchi chorakda musbat, ikkinchi chorakda musbat, uchinchi va to'rtinchi choraklarda manfiy. Demak, biz 0 dan 2 pi gachani bo'lib olamiz. 0 dan pi gacha, pi dan 2 pi gacha. Demak, 0 dan pi gacha. 0 dan pi gacha sinusni ko'rib turibmiz, ishoralar musbat. Demak, modulimiz musbat ochiladi. Demak, modulda sinus x dx va plus integral pi dan 2 pi gacha. Pi dan 2 pi gacha sinus ishoralari manfiy. Demak, oldiga manfiy qo'yamiz. Minusda sinus x dx teng. Endi boshlang'ich olamiz. Sinus x ni boshlang'ichi minusdan cosinus x. Demak, minusda cosinus x 0 dan pi gacha va plus pi dan 2 pi gacha minus sinus x. Minus sinus x dan boshlang'ich olsak, minus cosinus oldidagi minus bilan plus bo'lib ketadi-da, cosinus x ni o'z qoladi. Demak, cosinus x pi dan 2 pi gacha. Demak, teng. Demak, bunda qiymatlarni qo'yib yuboramiz. Cosinus pi dan nimaga teng? Cosinus pi dan minus 1 ga teng. Demak, minus bilan plus bo'lib ketadi. Minus 1. Minus ayiramiz. Cosinus 0 da. Cosinus 0 da 1 ga teng. Xo'p, ayrilgan 0 da 1 ga teng, minus 1 ayrilgan minus 1 bo'ladi. Buni oldidagi manfiy bilan manfiy bo'lib ketdi. Plus cosinus 2 pi da. Cosinus 2 pi da 1 ga teng va ayrilgan cosinus pi da. Cosinus pi da minus 1 ga teng. Demak, minus 1. Endi uni hisoblasak, minus bilan minus plus 1, minus minus yana plus 1, plus 1 va bu ham ikkalasining plus 1 teng 4. Demak, sinus x ni natijasi 4 ga teng ekan. Demak, javob 4.